Dasturimizni to'qimachilik sanoatiga oid faktlar bilan boshlaymiz. Poytaxtimizda bir yo'la 3 ta tekstil ko'rgazmasining ikkinchi kuni ham natijalarga boy o'tdi. 4000 kvadrat metr maydonda tashkil etilgan yirik to'qimachilik tadbirida dunyoning turli davlatlaridan kelgan ishlab chiqaruvchilar va eksportyorlar, nufuzli brendlar bilan birga mahalliy korxonalar ham o'z mahsulotlarini namoyish etishdi. To'liq tafsilotlar muxbirimiz navhasida. Haim Textile, Texworld, Apparel Sourcing ko'rgazmalari ilk bor Toshkentda. Bu ko'rgazmalar to'qimachilik sanoatidagi eng nufuzlilardan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu dunyo tekstil bozorida o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan O'zbekiston uchun ham tarixiy voqelik, qolaversa katta imkoniyatlar platformasi ham. Bugun mamlakatimizda to'qimachilik sohasida yangi davr boshlangani, xususan xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan zanjirning hammasi mujassamligi, eng muhimi ishlab chiqarishda, brendlar bilan ishlashda xalqaro talablar yo'lidan borilayotganini hisobga olsak, dunyo tekstil bozori ishtirokchilarining mamlakatimizga ishonch ortayotganining yaqqol misoli bu ko'rgazma. Xo'sh, ushbu nufuzli ko'rgazmaning ilk bor O'zbekistonda o'tkazilishiga yana qanday omillar sabab bo'ldi? We were sure when we did this decision to go to Uzbekistan that O'zbekistonga kelishimiz eng to'g'ri qaror bo'lgan, chunki sizda ajoyib mahsulotlar, ishlab chiqarish zanjiri bor. Ya'ni paxtadan tola, toladan mato va keyin tayyor kiyimlar ishlab chiqariladi. Bizga ana shunday rivojlanayotgan bozor kerak. O'zbekiston esa tez sur'atlarda o'sib boryapti. Bu yerda imkoniyatlar nihoyatda yuqori. Mana nega biz 2024-yilda O'zbekistonga kirib keldik. Ishlab chiqarish sanoatida siz katta qadam qo'ydingiz. Ya'ni bugun xomashyo sotmayapsiz, aksincha tayyor mahsulot eksport qilyapsiz. Dunyoga O'zbekistonning tekstil brendini namoyish qilyapsiz. Bu juda katta natija. Shuning uchun ayta olamanki, davlatingiz to'qimachilik sanoatida ulkan muvaffaqiyatga erishdi. Qolaversa, prezidentingiz barqarorlik bo'yicha ham jadal ishlarni olib boryapti. Biz tarmoqdagi barqarorlik uchun rivojlanish ishlarini 50 yil oldin boshlagan edik. O'zbekiston esa bu natijaga oxirgi bir necha yilda erishdi. you implement the system during the last years and very fast and very professional. 200 nafardan ziyod kompaniyani bir platformada jamlagan ushbu ko'rgazma tekstil sanoatida mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz uchun yangi imkoniyatlarni taqdim qiladi. Bizning korxonamiz to'liq klasterlashtirilgan, paxtadan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan zanjirni to'liq qamrab olgan. Bugungi kunda 100 million dollardan oshiq mahsulotlarimiz eksportga yo'naltirilmoqda. Bu ko'rgazmaning ilk bor mamlakatimizda o'tkazilayotgani dunyo tekstil sanoatini O'zbekistonga nigohi qaratilganligi, prezidentimiz siyosatiga bo'lgan ishonch, ochiqligimiz, umuman ishlab chiqaruvchilar, investorlar nigohida bo'lganligimiz, to'g'ri yo'ldaligimizni ko'rsatuvchi bir omil deya ta'kidlab o'tgan bo'lardim. Ushbu ko'rgazmada ishtirok etish uchun biz avvallari Yevropaga borardik. Hozirgi kun kelib prezidentimiz olib borilayotgan islohot va siyosat tufayli ushbu ko'rgazma Toshkentda o'tkazilyapti ilk bor. Bu esa umuman mamlakatimiz tekstil sanoati uchun katta yutuq deya baho bergan bo'lardim. Ipkala va mato va tayyor kiyim-kechak, shuningdek gilamlar namoyish etilgan ushbu ko'rgazmada O'zbekiston 3 ta pavilyonda o'z mahsulotlarini namoyish qildi. Biz tekstil sohasida 25 yildan beri faoliyat olib boramiz. Yurtboshimizni tashabbusi bilan yaratib bergan sharoitlar evaziga oxirgi 6-7 yilda ishchilarimiz soni umumiy hisobda 200 donadan 3000 taga yetdi va eksportimiz yiliga 3 million dollardan 30 million dollarga yetdi. Yevropani nufuzli brendlari bilan ishlashni boshladik. Bulardan biri Portugaliyaning Tifosi brendiga oyiga 100 ming, 150 ming dona tekstil mahsulotlarini eksport qilyapmiz. Bunday ko'rgazmalar O'zbekiston tekstilini, O'zbekiston tekstil korxonalarini Yevropa bozoriga chiqish va Yevropaning nufuzli brendlari bilan ishlash va eksport salohiyatimizni oshirishga foyda bo'ladi. Gilamchilik korxonamiz yillik ishlab chiqarish hajmimiz ortdi, eksport hajmimiz ham ko'paydi. Hozirda 10 dan ortiq davlatlarga eksport qilyapmiz. Yillik 2 million kvadratdan ortiqroq. Hozirda korxonamizda 1,5 mingdan ziyod xodim faoliyat yuritadi. Bugungi kunda gilamchilikda O'zbekiston brendi shakllandi. Mana shunaqa ko'rgazma o'zbek gilamini yanada rivojlantirishga, yangi hamkorlar topish, eksport geografiyani kengaytirishga yordam beradi. Ko'rgazmada Xitoy, Germaniya, Italiya, Belgiya, Turkiya, Rossiya va Hindiston kabi to'qimachilik sohasi rivojlangan davlatlarning tekstil korxonalari ham eng so'nggi dizaynlar asosida tayyorlangan mahsulotlari bilan qatnashdi.